أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yozgan Manarul Anvar namliq usul fiqh kitobining sharhisi Mulla Jun rahimahullah yozgan Nurul Anvar namliq bu kitobning xos bo'limining qado anvarul qado bobining vel qisasu la yutmanu bi qatlil qatil degan yakilib tutganmiz oldingi darsimizda bu yerdan boshlaymiz bugun mushakkallik. Endi bugungi bu darsni tushunish uchun oldingi darsdan biraz bog'lab o'tib ketaylik. Oldingi darsda ya'ni bizga musannif nima so'zlagan edi? Bir qancha ya'ni qadoni qado kamil qado qasir qado bima'nal ada deb bo'lgan edi. Undan keyin endi bu qadoniki qado fi huquqil ibad bo'lgan qadoda chuqum nima bo'lish kerak? Shu alohida yangidan kelgan bir dalil bo'lmagan muddatda faqatlam shu o'pma o'xshash ya qadoy kamil bo'lgan o'xshash bimislin ma'qul kamil bo'lsin yoki bimislin ma'qul qasir bo'lsin ish qilib ma'qul bo'lsa ungadan bu misl qasir bo'lsin yoki kamil bo'lsin o'xshash bo'lsligida unga nima qilib bo'ladi? Qado qilib bo'ladi, ammo o'xshash bo'lmasa qado qilinmaydi degan bir nimani yakunni usul qoidani yakunlab chiqqan edi. Endi shu yakunlab chiqqan qoidaga asosan bizga 3 tane misol keltirmoqchi edi. Birinchi qilib fiqh masalasidan birinchi misolni keltirdi oldingi darsimizda. U bo'lsa, ya'ni al-manafi' la yudman. Manafi'. Masalan bir odamning etini o'g'irlab olgan bo'lsa, minadigan otni o'g'irlab olgan bo'lsa, undan keyin otni o'g'irlab olib, to'xtamay minib, keyin bo'lgan chog'da ot halok bo'ldi ya yo'q bo'ldi, ot yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketgandan keyin otniki qadas qanday oldi bimislin ma'qul, ya'ni shuni o'xshaydigan otni birini birdamdi. Yoki qimmatini bildi tabiiyki. Chunki ot degan o'xshagan narsa emas. Ot degan adadiy mutafovit narsa. Ya'ni qimmati o'lcham qilinadigan narsa. Shu otniki pulini bildi. Pulni bergandan keyin endi mushuniki molingiz qilib ya bu siz meni etimni shunda minib jiq mingandan o'tgan demamma sizni etingizni minib olaman deyolmaydi. Chunki manfaatlar la tudman. Mishqa u odam qanchalik minadi otni, u odamning otni minishiga bu odamning otning minishi o'xshamaydi. U odamning oti bu odamning oti o'xshamaydi. Endi buni o'xshab qolmaydi bu ishni. Shu sababdan chuqur qado qilish uchun nima qilish kerak? O'xshish kerak yoki kamil o'xshish kerak yoki qasir bo'lsa ish qilib o'xshish kerak. O'xshish bo'lmasa la yudman degan bir qoida kelib chiqqan edi. Endi shu qoida bo'yicha fiqh masalasining ikkinchi tarmoq masalasini keltirdi masalan bugun. U bo'lsa vel qisasu la yudmanu bi qatlil qatili. Ya'ni qisos qatilni o'ldirib o'tish bilan qisos to'lanmaydi. Qisos qatilni o'ldirib o'tish bilan to'lanmaydi deydi. Bu masalaning surati qandoq desa, bir odam Samat deylam, Samat Ahmadni o'ldirib o'tdi. O'ldirib o'tgandan keyin Ahmad Samat Ahmadni o'ldirib o'tdi. Undan keyin Ahmad, ya'ni yot bir odam, ajnabiy bir odam, yot odamni miskilib Samatni o'ldirib o'tdi. Demak bizda ikki dona maqtul bo'ladi. Maqtul avval nima bo'ldi? Ahmad bo'ldi. Maqtul sani, ikkinchi maqtul qotil bo'ldi. Shundaymi? Endi burada o'tib o'tgan ahvolda asli bu ikkinchi qotilni o'ldirish kimning haqqi edi? Qotilni o'ldirish birinchi maqtulning egilarining merosxo'rlarining haqqi edi. Demak, buning haqqini yot odam birisi nima qilyapti? Elib oldi. Endi buning haqqini qanday qilib topshirdi? Uni maqotimni o'tirdi deb buni kim o'tirdi buni? Ya'ni
miras egileri, maqtulni egileri o'ltiramdi yoki qotilni egileri o'ltiramdi desa, qisas qilamiz, qotilni egileri qisas qiladi. Diyet alamiz, qotilni egileri diyet oladi. Nima emas, maqtulni egileri emas. Chunki bu o'ltirish bu yerda bu o'ltirishga o'ltirish o'xshamaydi. Bu o'ltirishga o'ltirish o'xshamaydi. Bu qisas bo'yicha bo'lmaydi-da, qasddan o'ltirayotgan qisas edi. Mavju buni o'tirayotgani uni qisas deb o'tirmadi-da, chunki uni haqqi, uni o'tirish haqqi yo'q yatadamniki. Adog'andan keyin maqtulni egalari o'tiraydi shu odamni, maqtulni egasi uniki maqtulni o'tmaganda, u qotilni o'tdi, balki uni dushmanni o'tdi. Nima emas, maqtulni o'tmagan. Bunda ahvolda qanday qildi desa, tutilmaydi. Onda hech qanday nimaga ikkinchi qotilga nima kelmaydi, tulam kelmaydi. Endi bu yerda bizga deb turibdi. Val qisasu la yudmanu bi qatl qatili. Qisas qotilni o'tirish bilan tulanmaydi degan tafri'un thani lana. Ya'ni bizning yuqori so'zlab o'tgan muqaddima bo'lgan usul qoidamizga asosan qurib chiqilgan ikkinchi tarmoq masala. Ya'ni anna ma la misla lahu la yudmanu aslan degan qoida. Yani o'xshi bo'lmagan narsa, o'xshi qaday misl kamil bo'lsin, kamil o'xshasin yoki qasr o'xshasin, o'xshi bo'lmagan narsalarni asla tulanmaydi degan qoidamiz bo'yicha tuandagidek munda bir fiqh masalasi kelib chiqdi deydi. Ya'ni anna man wajaba alayhi qisasun li ghayrihi. Kimki uningga o'zining g'ayrining bir qisosi vojib bo'lib qolsa. Andin man wajaba alayhi qisasun li ghayrihi. Har qanday bir odamga g'ayrining qisosi vojib bo'lib qolsa degan gap, bir odamni o'ldirayotgan bo'lsa, qasddan o'ldirayotgan bo'lsa, buning gadinga qisosdan birisi shunday odamni qisos qilinishi vojib bo'ldi gadinga. Qisosini ado qilish kerak. Faqat al-qatil, ammo shu o'ldirayotgan qotilni ajnabiy degan yot odamning birisi, ya'ni maqtulning o'ldirilguchining mirosxo'rlaridan boshqa bir yot odam o'ldirayotgan bo'lsa bu qotilni fala yadmanu hadal ajnabi. Mushi ajnabi, mushi yot qotil, ikkinchi qotil, ya'ni mushi yot odam maqtulniki, ya'ni birinchi qatim o'ldirilgan maqtulning mirosxo'rlari uchun hech nima to'lamaydi. Diyatdan. Na diyat to'lamaydi, na qisos to'lamaydi. Indana bizning mazhabimizda. Va in kana yadmanu li ajli walathati hadal qatil albatta. Degan agarchanda bu ajnabi, bu yot ajnabi mal qotilning egalariga qat'iy shaklda to'lam to'lagan taqdirda, ya'ni tabiiyki nima to'laydi? İkinci qatil, birinci qatilniki egalariga, ya'ni qatilning birinchi qatil. İkinci qatil, birinchi qatilning mirosxo'rligini nima to'laydi? Ya qisos qasddan o'tgan bo'lsa, nima qiladi? Qisos to'laydi. Yoki uni egalari afu qilsa diyat to'laydi. Yoki qasddan o'tmay xatoan o'tib qolgan bo'lsa nima qiladi? Diyat to'laydi. Kimga to'laydi? Ya'ni birinchi qatilning nimasiga mirosxo'rligi to'laydi. Demak, maqtulning emas. Maqtulniki mirosxo'rligi birinchi maqtulniki. Demak, biz hozir ikki qatil, ikki maqtul bo'ldi, shundaymi? Biz hozir ikki qatil, ikki maqtul. Demak, ikkinchi qatil bilan ikkinchi maqtul nima? Demak, birinchi qatil bilan ikkinchi maqtul bir odam. Birinchi qatil bilan ikkinchi maqtul nima? Bir odam. Maqtul, birinchi maqtul boshqa, ikkinchi maqtul qatilning o'zi. Shuni kalantirish oson bo'ldi. Va zalika ana shu li anna al-qisasa nimish qamdi. Nima uchun maqtulniki mirosxo'rlarga hech nima to'lamaydi? Nima uchun maqtulning mirosxo'rlarga hech nima to'lamaydi desa, buning sababi maqtulning mirosxo'rlarga hech nima to'lamasligining sababi li anna al-qisas, chunki qisos degan ma'nan g'ayra mutaqawwimin fi nafsihi. O'zida bir baholanmaydigan bir ma'no. Qisos degan gap o'zida bir bahosi yo'q. Qisos deganda manchi pullik qisos, ancha pullik qisos, manchi pullik deb qisosni baholab bo'lmaydi. Qisosni baholab bo'ladigan narsa emas. Nimishqa qisos degan nima? Bu javhar emas. Qisos degan bu nima? Arad. Ilgirgi darsda bizga nimishqa manfaatli to'lanmaydi desa, manfaat degan nima degan edi? Ilgirgi darsda manfaat degan araddir, javhar emas. Javhar bo'lmagandan keyin arad degani mahrus, g'ayri mahrus.
Onu bir tam soqab, sepil soqab, "Men narsam" deb, igi bo'g'ilib bo'lgan narsa emas, igi chiqilib bo'lgan narsa emas. Igi chiqilib bo'lgan narsa bo'lgandan keyin buni setib uni haq qilish emas, to'g'ri bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, bu yerda qisas degan bu bir faoliyat, bir ish bu. Babına ameliyatda bir banat bak qisas deb ko'rgilan ko'zdan ko'rinmaydi. Faqat bir odamni bir odamga qisas qilib o'tgan chaqda ko'riladigan bir ish, harakat. Bu bir hodisa. Hodisa bo'lgandan keyin hodisa degan bir mulk qilinib, qiladigan, sotqiladigan, bu bahosini manchi pul degan narsa emas. Anda bo'lgandan keyin, xo'sh, la yuqalu lahum mislun. Anda bo'lgan narsaniki mislisi nima tushunilmaydi degan aql bilan bilib bo'lmaydi. Mana bu shu qisas o'xshaydigan bir narsa bor deb biz aqlimiz orqali degan bo'lmaydi. Shariatdan bir gap kelgan bo'lsa, unga aqlimiz orqali nima qilinmaydi? Shariatning yangi bir dalil kelgan bo'lsa bu boshqa. Shariatdan dalil kelgan bo'lsa aqlimiz orqali buni bilib bo'lmaydi. Qanday deymiz? Anaqani to'lanmaydi deymiz. Hatta naqul, yani biz buna degili innal ajnabiyya dayya qisasahu fatajibu alayhi ad-diya kama qala İmam Şafii degandek, ajnabiy uning qisas maqtulniki egalarining qisas elish huquqini zoya qilib o'tdi. Anda olgandan unga diyet vacip bo'ldi degili İmam Şafii shunda dedi-da. Anda degili bizga anda deydi desek, buniki bir ma'qul bo'lgan misli yo'q. Maqsasning. Normal qisasning ma'qul bo'lgan misli bor. Bir odamning tishini tikib o'tgan bo'lsa, o'xshab odamning tishini tikvasini bo'ladi. Misli ma'qul bo'ladi. Lekin mashakada-cho hozir bu mashakada ya'ni birinchi qotilni boshqa yat odamni bir o'tirib qo'ydi. Endi maqtulning egalari bizni qisas olish huquqimizni sen tatib olding deb ushanmaydi anodan. Buni kim tutisha oladi? Qotilning egalari tutisha oladi. Ya'ni maqtulning egalarining hech qanday huquqi talashish. Shuni demoqchi hozir. Va innama yutaqawwamu fi haqqi diyati amda fima la yumkinu al-mumathalatu fihi. Ya'ni mumasala qilish, o'xshish mumkin bo'lmagan narsada diyatning haqida baho tushirildi. Masalan, xatoni o'tibsiz 100 tiga tudik masalan. Xatoni o'tib salgan bo'lsa 100 tiga tudik. Bir savol so'rasam buni javobi, birsi savol so'rasa. Amasi sizlar ajab maqtulniki ajnabiy qotilning maqtulniki egalariga, ikkinchi maqtulning egalariga hech nima to'lamaydi. Chunki bu aql bilan bo'lgan narsa emas. Dedinglar. Amasi bir savol so'raydi. Ajab masalan bir odam o'tayotgan bo'lsa, qasddan nima bilan qasd qilmasa, xatoan o'tib salgan bo'lsa, buning nima 100 tiga diyat vojib bo'ladi, shundaymi? 100 tiga diyat vojib bo'ladi. Asa 100 tiga diyat vojib bo'lgani, shuni xatoan savallik bilan o'tirib salgandan nimasi emasmi? Bahasi emasmi? Yani bu mutaqavvim bo'ldi bu yerda deb biz savol so'raydi tabii. Qallas kirdi bu ish. Kasni nima deymiz unga? La, qapilma. Bu yerdagi 100 tiga vojib bo'lgani buniki qisosiga o'xshaganlikdan emas. Yani 100 tiga vojib bo'lgani bir odamning joni 100 tigaga teng keladi deganlik emas. Bir odamning joni hech nimaga teng kelmaydi. Bir odamning joni hech nimaga teng kelmaydi. Bu yerdagi savalliklar o'tirib salganlikqa 100 tiga bo'lganlik nima uchun desa, u o'xshashganlikdan emas. 100 tiga bilan bu odamning joniniki bunda bir misl ma'qul degan aql bilan bildirilgan o'xshashlik bo'lganligidan emas. Nimadan? Ya'ni buni qinining bakaga, butunlay bakaga ketmaslikni oldinish. Ya'ni baka buni xuni baka irkamishlamdi. Savalliklar o'tib sapto, qasddan o'tgan bo'lsa nima qilardi? Qisas olardi. Endi savalliklar o'tirib saldi. Savalliklar o'tib qanday qilamiz endi buniki ya bu pulning bahosi yo'q. Buniki jonining bahasi yo'q. Endi mayli qo'yib desa, bakam o'tgan bo'ldi-da, bakaga ketadi. Shuni baka buni xuni bakaga irib ketmaslik uchun shariat nima qildi? Yustiga deb belgiladi. Belgiladi ham shariatni belgilimi kelgan. Lekin olmaslik uchun shariatni belgilimi kelgan masala emas u. Birinchi. Uni kenedin bu o'xshashmaydi. Undan uni nima qilmaydi? To'lamaydi. Bu ikkisi boshqa masala. Ya'ni bu yerdagi mavq savalliklar xatoan sahvan o'tirib saga o'tirishdagi diyatlar hergiz bu nima qildi emas, mutaqavvim bo'lganligidan emas. Balki nima uchun? Li'alla yalzama ihdaru ad-dami bil kulliyati daruratan. Ya'ni shu o'ltirilguchining qinining bakaga ketmasligi uchun. Xo'sh. Va ha huna bu yerda ajnabiy, bu ya'ni mirosxo'niki o'lguchining oilasidan bo'lmagan yot odam ma dayya li awliya'il maqtul shay'an. Maqtulning egalariga hech nimani zarar qilayotgani yo'q. Balki qatala aduvahum, ularning dushmanini o'tirib patdi.
Ulaşıp ya düşün öldü ve yaxşılık kıldı ulağa. Feke'ennehu e'anam hudu ulağa yardım kandak boldu. Yardım kandak boldu. Şunda şunu hocam onu söyleyebilmeydi. Naam. Tabii ki degen naam ha yatmanu zalikel ecnebi yani aşu ecnebi nima muşu qatılniki igilerge tabii tülemtilaydı. Yaki nima tülemtilaydı ya kısas kılındı yaki diyet tülaydı. Ala hasebi ma tahaqqaq yani yüzbege işte itibariyle. Yani eğer qasdan o'tgan bo'lsa nima qiladi? Qasdan o'tgan bo'lsa qisas qilinadi. Agar xatoan yoki sahvan o'tgan bo'lsa shu umid deganda o'tgan bo'lsa nima qiladi? Diyet tülaydi. Xo'sh. Endi biz mushu bizniki anna ma la misla lahu la yudman degan qoidamiz ha. Shu usul fiqh degan gap nima degan bilamsizlar? Biz dalil o'qiymiz deymiz shunda kitobda. Fiqhni dalil o'qiymiz. Fiqhni deydigan mushasi. Fiqhni deydigan mushu. Mushu usul fiqhni bilgan odam fiqhni dalilini biladi. Usul fiqhni bilmagan odam dalil bilmaydi. Buni tushunmagan odam dalil kitob o'qiyman, dalil kitobda o'qiyman deb o'tirdi. Mushu usul fiqhni bilgan odam o'sha dalilni o'zi ola oladi. Hozir bir qoida bor, bizda qoida bor. Shunda men biz qoidamizdan bir muncha dalil chiqadi hozir. Masalan, anna ma la misla lahu la yudman degan qoida hozir. Ma la misla lahu la yudman. Ya'ni qadoda ada demasa, qadoda hech qanday o'xshi bo'lmagan narsaniki ya komil ya qasir bo'lib o'xshi bo'lmagan narsaniki tulimi kelmaydi degan qoida. Mushu qoidadan biz ikki tafsir chiqib bo'ldik. Birinchisi manfaatlar tulanmaydi, ikkinchisi qatil yat odamni bir so'z o'tgan bo'lsa, buningga maqtulning egalariga to'lam to'lmaydi. Nima? Birinchi maqtulning egalariga to'lam to'lmaydi. degan qoida kelib chiqib hamda 3-chi qoidani so'zlayotdi. Ve milkun nikahi la yudmanu bis shahadati bit talaq ba'da ad-dukhul. Milkun nikah, nikahning egilik huquqi la yudmanu bis shahadati bit talaq ba'da ad-dukhul. Degan gap taloqqa guvohchilik bilish bilan u odam u ayol kishi bilan bir uyga kirib bo'lgandan keyin la yudman to'lanmaydi. Buni degan gap desanglar, masalan, bir odam xotinapti. Xotinlar bilan bu ayol bilan bir uyga kirib qolibdi, bir yostiq boshqa qolibdi. Ishtigida. Undan keyin ikki odam kelib nima qilibdi? Guvohchilik qilibdi. Qozini qo'yib, qozi xonim madam xotinini taloq qildi, biz guvohchi. Madam xotin taloq qildi deb guvohchilik qilsa, nima qildi qozi? Darhol u odam men taloq qilmadim deb qo'yish yo'q. Darhol chaqirib kelib nima qildi? To'yloqning hammasini bo'yib bo'lma, to'yloqni birini berdi ayol kishiga. Undan keyin ikkisini ayirdi. Sizni taloq qildi degandan keyin qo'sh kerak uni qozi xonim ya ya'ni men bo'libdi qancha taloq qildim degandan keyin bu taloqni agar bir taloq degan bo'lsa raji bo'lib yarashtirib qo'ydi. Ammo men aytib demoqchi o'g'ini bayin taloq demoqchi edim men. Shu taloq qildi deganda masalan. Degan bo'lsa qozoqni nima qildi? Darhol ayirdi. Ikkilanni. Ayirib aytgandan keyin hamda mushu ikki guvohchi ayirib bo'lgandan keyin nima qildi? Ayirib bo'lgandan keyin biz xato guvohlik qilibmiz. Asli taloq qilmabdi ekan deb guvohchilikni yenib oldi. Yenib olgandan keyin ikki guvohchi hamda ahvol qanday bo'ldi? Bu ikki guvohchi shu odamniki ayog'i tuligan to'yliqni tulamamdi desa, buni tulamaydi. Nimishqa? Desa, buni tulmaslikmi? Bu yerdagi misl o'xshashi yo'q bir misl. O'xshamadi tulamaydi. Masalan, bu odam bu ayolga qancha taloq qilgan bo'lsa-mu, taloq qilmagan bo'lsa-mu nima qilish kerak? To'yloqni bilish kerak. Bir uyga kirib bo'ldimi? Bir uyga kirib ham ayirib ketsa nima qiladi? To'yloq biladi. Bir uyga kirmasdan duxuldi. Qabla duxul ayirib ketsa uchun yerim to'yloq biladi. Bu qoida. Nima? Endi mushu qoida bo'yicha bu ayirib ketsin ketmasin to'yloq gardanga vojib bo'lib qolgan bir uyga kirib bo'lgan, xolos. Bu da sherifning haqqi. Bu da sherifning haqqi to'yloqni biladi. Tamam, bu odamga mojihatni buni bayamsin bo'lar ekan. Faqatlan bu odamning sababchi bo'lgan, ikki guvohchining sababchi bo'lgan, nima sababchi bo'ldi? Shu odamniki shu ayolning foydalanishini, bu sherifning foydalanishini nima qildi? To'sib qo'ydi. Endi bu odam ikkidan to'lab bersa, nima to'lab bersa bo'ldi? Bu odamga birdan budi ishilib to'lab bersa bo'ladi. Budi ishilib degan budi ishilibki, bu budi ishilib uni to'lab bermoqchi bo'lgan budi ishilibga o'xshamaydi. Nemishqa ma budi ishilib uni nima edi? Halol edi. Boshqa budi ishilibchi nikohga kelmagan budi ishilib harom bo'ladi. O'xshashmaydi. O'xshashmagandan keyin buni nima kelmaydi? Uni kishiga to'lam kelmaydi. Shariatda bir to'lam kelmaydi. Tabiiyki gunohkor bo'ladi. Bu yolg'on guvohchilik berganlik uchun unga ig'ir
gunoh bo'ladi, gunoh kabira qilgan bo'ladi. Ammo tulam jihatdan bunga boshqacha tulam kelmaydi uniki. Va ma'naviy rohatiga ziyonkashlik qilganiga tulam kelmaydi. Shuningdek, shu qoidadan chiqqan shu anna la misla lahu, anna ma la misla lahu la yudman degan qoidadan chiqib chiqqan. Xo'sh, endi nima deyapti sen bu yerda? Bu tafri'un salisun lana. Bizning 3-chi tarmoqimiz hamda 3-chi tarmoq hukmimiz. Ya'ni ala anna ma la misla lahu la yudman. Ya'ni o'xshi bo'lmagan narsa tulanmaydi degan qoidaga asosan. Ya'ni idza shahida ar-rajulani, ya'ni ikki odam bi annahu talaqa imra'atahu, ya'ni bir odamning ayolini taloq qilganligiga guvohlik bersa, ba'da dukhul, ya'ni bir ikki bo'lgandan keyin. Fa hakamal qodi alayhi an qodi bunga bi ada'il mahr, to'ylarni ado qilishga va bu ikkisini ayirib o'tishga hukm qilsa, thumma raja'a shahida andikin ikki guvohchi o'zining guvohligidan yenib olsa, ikkiday. Endi bu guvohchi balki nima ham bo'lishi mumkin, masalan, ayol kishi bilan birlashib, uni keyin ayol kishi senga mancha pul beraman desa, ana sizni hozir aytib qo'ygan keyin ayol kishi pul bergani bo'lsa guvohchiga, pul bermadi deb yo'q, biz yolg'onlikda deyish mumkin, tabiiy mumkin ham demasa. Fa indana bizning mazhabimizda la yadmanani lizawji shay, bu ikki odam erga hech nima to'lamaydi. Nimishqa? Chunki to'yloq degan bu er kishiga vojib edi. Nima sababdan? Bi sababi dukhul. Bu ayol kishilar bo'lib ketdi, shu sababli. Savaun kana talaqaha awla, uni taloq qilsin yoki taloq qilmasin, ya'ni vojib bo'lgan edi. Xo'sh, fama atlafa alayhi shay'an. Unda bo'lgandan keyin mahti bu ikki guvohchi to'yloq jihatidan nimaga bu odamning hech qanday narsa buzayotgani yo'q. İlla faqatla illa hilla istimta'ihi bil mar'ati. Yani faqatla bu ikki guvohchiniki bu odamning haqida buzayotgan narsa bu er kishining shu ayol bilan manfaatlanishining halolligini buzayotdi. Asli halol bo'lgan bu ishlarni harom aylantirib qo'ydi. Va huwa allazi yu'abbaru anhu, mana bu odamniki ayol bilan ayolning manfaatlanishining halolligini nima bo'ladi? Milkin nikah deb iborat so'yiladi. Milkin nikah deb ifodalanadi. Fiqh istilahida milkin nikah degan gap, ya'ni nikah egaligi degan gap, ya'ni uni aqd nikah qilish orqali bu ayolning bu icherining bunga halol bo'lishi degan gap. Milkin nikah degan gap. Faqatla milkin nikahni qanday qo'ydi? Buzib qo'ydi. Halolni haromga aylantirib qo'ydi. Va laysa lahu mislun degan gap, bu milkin nikahniki o'xshi yo'q. Na surat jihatdan o'xshi yo'q, na ma'no jihatdan o'xshi yo'q. Yani bu ish kelamdiki bu odamning haqidagi milkin nikahni buzib o'tganligini o'rnini o'shini o'shaga bir qilib to'ldirgan ish emas endi bu. Anladin? La mumasalatal bud'i bi bud'in akhar degan gap nima ish qilsa bu budu, ya'ni bu ayol kishining budu sharifi yana bir budu sharifga o'xshamaganlik shunday. Bu budu sharif yana bir budu sharifga o'xshamaydi. Nima jihatdan o'xshamaydi desangmi? Fa inna zalika fi shariat haram. Chunki shu tulmakchi bo'lgan asli halol edi. Ayol kishi odamning ayoli o'ziga halol edi. Uning budu sharifi halol edi. Ammo bunga yana bir boshqa bir budu sharifning bo'ladi, harom bo'ladi, o'xshamaydi. Tabiiyki biz deyish kerak, u nikohga qarshi halol bo'ldi, bu nikohga qilishmasa nikohga qarshi yeni nima to'lash kerak, to'laq to'lash kerak bu chog'da. Birmuncha ya'ni udul bo'lmaydi ishlar. Vala mumasalata bil mal. Bu yerdagi mol bilan muhtat qilinmaydi buni. Ya'ni o'xshash bir budu sharifni gapiraydi desa, u halol emas unga. O'xshash bir budu sharifni gapiraydi, u halol emas. Agar buni pul mol deb beraydi desa, unga milki nikohni bilan pul mol beraydi desa, uning da hech qanday na surat jihatdan, ma'no jihatdan o'xshash yo'q buni bilan. Nima ish qildi? Anna taqawwumahu bil mali la yadhhar. Chunki bu milki nikohni mol bilan budash la yadhhar degan gap qachon oshkor bo'ladi? Faqat inda nikohi daruratan. Nikoh o'qitachaqda zarurat yo'li oshkor bo'ladi. Zarurat yo'li bilan. Demakchi o'g'ini bir ayol kishidan biz masalan 10 million to'yloq bersak bir ayol kishiga, bu to'yloq bu ayol kishining bu ichida 10 million deganini bildirmaydi. Buni bilib qo'yish kerak. Biz bir ayol kishiga to'yloq qilib 10 million bermoqchi bo'lsak, bu ayol kishiniki ifti 10 millionga yaraydi deganlik emas. Faqatlam 10 millionning uchun li sharafihi degan gap, shu bu sharafning sharafi, sharaf. Bu bir hurmat faqatlam. Bo'lmasa uning bebaho. Ya'ni bu sharaf ayol kishiga ham bebaho. Bizim bergan to'yloqimiz uni bir sotib olgan bu to'yloq bilan bizning qo'limizga aylanib ketmaydi u. Faqatlam bir ehtirom, hurmat uchun. Chunki buni ayni buni ayolni
nima gapsikan, 10 ming gapsikan, 10 ming ko'tarilacak bu, qaytib bu demaydi buni. Bu faqatla mana shu halol yo'l bilan nikoh o'qitgan chaqda oshkor bo'ladigan nima? Oshkor bo'ladigan narsa u mol, to'yloq. ولا يظهر عند التفريق اصلا النكاح وقت چغدا اشكار بولdu ولا يظهر عند التفريق ayrı etken çağda aşkar olmaydı asla ayrı etken çağda aşkar olmaydı nikah وقت çağda ha kaç pul toylak bir aldın dese hem 10 ming bir aldın dese şu çağda hem 10 ming bir işte kadar vacip buldu lekin ayrı etken çağda çoğu degan talak kan çağda talak kanга şoňa hemisi manjpul qaytı üstüne bitene talak kan çağda manjpul qaytı pulnu qaytıranmaydı onu kendin talak kan pul alanmaydı mesela belki kul illa kul talak mesela kul talak başka ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود şu sebepten nikahını milkin nikahını talak bilen hiç kandak bir bedelsiz hiç kandak bir guvaçsız yok kılıp ötelediğine bir adam ayağını talak devetse hiç kandak guvaç olmuşsa mı yapı kuşkuya guvaç ketmeydi hiç kandak pul vermişse mı kuşkuya talak çiğ verdi ona toylak ketmeydi şimdi ama hem de veli mi ketmeydi vela izin ayak kişinin iznisi mi ketmeydi velinin iznisi ketmeydi çiğ verdi ve innema tasiru mutakavvim hem de bir adam sual sorar gerek sual bir şey anda olsa kul italakta ayak kişi pul verdi o siz hazır nikah okuyan çağda toylak aşkar buldu baha kıyma ne de aşkar olmaydı sözünü belki arabat geçen aşkar olmaydı dediniz kul italakta ayak kişi ne kısa ayak kişi pul verdi o bunun da ne de cevap verirsin dese bunun cevap veriyordu ve innema tasiru mutakavvimeten fil hulu hulu talakta bahalangan buluşu milkin nikahındaki hulu talakta bahası var buluşu nima qanday olab mutakavvima bulab qoladi desa bin nas oyati nas bilan bulab qoladi ala xilafil qiyas qiyasning xilafida ma masalada bizde usul qoidamizda qachonki nas hadis Qur'on yoki hadisda bo'lgan nas nimaga qiyas qarama-qarshi kelib qolsa qiyasni men qilib qo'ygan qoida endi bu nas qaysi narsa desanglar Allah Teala'nınki fela cunaha aleyhima fi mebtedet bihi. Yani bu ayalga eğer özündeki ayal kişi özündeki talak buluş iyi ölçülap kılıp Allah Teala'nın had çigaralarını oturuzanmasını korksa bula ayal kişi ilge ya ağan toyluğunu olandı ya ki kanda özünün mal mülkünün bozumu ma'lum muhtajın mal mülk bölüp evlen razılaşıp bunu süzemni badep süzünü alsa ayal hiç kalsın günah yok. Yani ayal kişinin o toylak kulünün bedelinin ağınıga ayal kişiniki bedel verip durup süzünün ağınıga hiçbir günah yoktur diyen delil kelgenlik üçün veya da mutakavvim oldu yani bahası var, kıymeti var nasıl aylandı ama başka meselede çoğunluğu hiçbir delil gelmedik. Delil geç başka. Ve innema kuyyide ya ki kayyede desek müdemde veya da fil kayyede musennif kaysak musennif ve innema kayyede bit talaqi ba'da duhul musennif ba'da duhul diyenler nima degan birov kelib bo'lgandan keyin taloq qilsa deb qaytib qistirib qo'ydi. Nima uchun desa li'annahu idza shahida bit taloq chunki bu ikki guvohchi qabla duhul ya'ni bu kishi ayol kishidan birov kelishdan burun guvohchilik bergan bo'lsa thumma raja'an degan guvohchilikni yana olgan bo'lsa yatmanani nisfal mahr lizawj ayolga to'yloqning yarmini to'laydi. Nima ish qilsa li'anna qabla duhul chunki bu ayoldan birov kelishdan burun la yajibu aleyhil mehru illa indet talaq. Onunğa mehr kaçan vacip buludu? Fakat talak kancağı vacip buludu. Talak kılmıqça mehr vacip olmaydı. Yani bir adam böyle nikah yaptı. Hem nikah elip büyük kim yaptı? Bu kaçan bu toylaklı bir iş vacip buludu dese ya beden duhul. Büyük kigen dikin vacip buludu. Hemmisi. Ya ki ne dikin vacip buludu? O adam talak kılgan dikin vacip buludu. Talak kıldı mı? Talak kıldıkilam ne bir iş gerek talak kıldıkilam toylakın yerimini bilirdi. Hem de bu adamın talak kılgını yok. Bu adam ayağın talak kılgını yok. Talak kılgını yok. Li'enneha ne için vacip olmaydı o? Talak kılmak için demiş vacip olmaydı. Li'enneha tehtemilu en terkted. Çünkü bu ayal imandan yeni verişimi mümkün mesela. Aşı bir iki boğaç ağırlıkta imandan yeni verişimi mümkün. İmandan yeni vası kapırga nikah uçmaydı yani nikah Furqat çıkıyordu. Uçağda toylak vacip olmaydı. Ayal kişi tipini geldi furqat toylak vacip olmaydı. Ev tavaat ibn zavj. Yani bu ayal erneki nikah turup şu erneki oğluğa boysunup oğluğa makam verip oğluyla zina qilishi mumkin. Tavaat degib
Oğluma gapni anglab kelgan deb o'g'li bilan zina qilib tashlashi mumkin. Yana bir ehtimollik bor. Endi bo'lgandan keyin, ajina bo'lgandan keyin buningga nima bo'lmaydi, vojib bo'lmaydi. Taloq qilmoqcha, to'ylaq yoki bir kiyimigacha yoki taloq qilmoqcha gardinga nima? To'ylaq vojib bo'lmaydi. Fahina idin yabtulul mahr aslan. Yani şu çağda eğer o ayol kishi murtatlar imandan yana olsa yoki erning o'g'liga gapini anglab, erning o'g'liga bo'ysunib zina qilsa, nima bo'ladi? Fahina idin yabtulul mahr aslan. To'ylaq aslidan bakolat nima bo'lib ketadi? Batillab ketadi, to'ylaq bermaydi unga. Ve innema akkada nisfal mahr bit talaq. Endi musallimniki to'ylaqning yerimini taloq bilan deb to'ylaqning yerimini ta'kidlashi. Peki anna shahidayni nimishki to'ylaqning yerimini berdi deb taklif qo'ydi. Nimish to'ylaqning yerimini berdi desa, peki anna shahidayni xuddi bu ikki guvohchi akhada nisfal mahri min yadi zawj. Ashu erning qo'lidan to'ylaqning yerimini ele olgandek bo'ladi, bulab ele olgandek bo'ladi. Va a'tayaha bulab elib, yani va a'taha degan gap ve ataha dizim doğru məni çıxılmadı. Ve ataha feyatmanani ma ataha deyip. Halbuki ve ataha diyecek uçaqda. Halbuki bu adam bu toylaqını bu ayalğı berdi. Bu ayalğı berdi. Feyatmanani anda olğandı ki demiş qılıdı o. Feyatmanani bu işkisi ma ataha degan gap. Şu adam şu ayalğı bergen toylaqını kim gibi bildi o? Şu er gibi bildi şu sebepten. Başı ibadet doğurken ve ataha feyatmanani ma ataha degan ki vav hali bo'lsa, yani halbuki bu adam nimene bu toylaqni kimga berdi? O ayol bilib bo'lgan. Anda olgandan keyin bular xuddi bilib bo'lgan nimishga berdi desa, nimishga berdi chunki maash kelan yolg'on guvohchilik bergan uchun berdi. Xuddi qanday bo'ldi? Madamniki pulni bulab ilib olgandeklar bo'ldi bu ikkisi. Anda olgandan keyin qanday qildi? Pulni qaytardi pulni desa, ya'ni mush ikkisi adam shu ayolga bilib etgan pulni shu ayol bilib etgandan keyin to'ylaqning yerimini ayol kishi bilib etgandan keyin nima ish qiladi? Va ikki guvohchi to'ylaqning yerimini erga beradi degan bo'ladi deydi. Shuning bilan mana biz bugungi darsimiz o'shada oxirlashdi. Maqsad nima demoqchi desanglar? Ya'ni la yudman ma la misla lahu la yudman. Anda ya'ni shariatda bizda qado nima deb buninglar? Qado qilish jihatda chuqur buniki bir o'qishi bo'lish kerak. Yoki yani masalan ya kamil o'qishi bo'lsin yoki qasr o'qishi bo'lsin. Agar o'qishi bo'lmay qolsa, yangidan bir dalil kelsin bo'ladi. Dalil mi kelmasa buni hech qanday to'lam kelmaydi. Yana bir to'lanadigan narsa chuqur bir nima? Alat bo'lmay nima bo'lish kerak? Javhar bo'lish kerak. Yana bir jism bo'lish kerak. Yana bunda mu'minning nasab degan o'g'ida bunda bir tutqulog'idek, ko'gilog'idek bunda nima? Igi bo'g'il bo'ladigan, chigara soqquli bo'ladigan narsa bo'lish kerak. Unda narsa bo'lmasa, o tülenmeydi. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.